Tak, tushunmadim. Millennial, Zoomer, Boomer, X alfa deb avlod ajratishlar moda bo'ptimi? Unaqa bo'lsa, millenniallar nomidan aytaman. Ehtiyot bo'linglar, biz yagona pokoleniyamiz bolalikdan xlorat yasab portlatgan. Biz hammaga doljinmiz, ota-onaga ham, farzandga ham, lekin bizga hech kim doljinmas deb o'z aravasini tortayotgan. Millenniallar sizlar maza qilib ko'radigan memlar yo'nalishini boshlagan. Ikkita krizis, pandemiya Karimov o'limiga bardosh qilgan. Qiyin o'tgan bolaligini ham zo'r edi deb eslaydigan. Maktabni o'zimiz bitirdik, Google va GPT siz. Kecha tuxumdan chiqib o'zingizcha dinozavrlar deysiz. Biz tildamas patriot, aslida qalbdan bo'lamiz. Shuncha yil o'tgan bo'lsa ham madhiyani yoddan bilamiz. Stil, sport, Counter Strike hammasi bizdan qolgan. Hech kim o'rgatmagan bo'lsa ham rus tilini bilamiz. Prikking, parazitolog, psixologlar yordamisiz o'sdik. Millennial deb kulmagunizcha sizga ham bo'ldik do'stdek. Vaqt tezlashib ketganini siz bilmaysiz, biz bilamiz. O devordagi gilamni olib yerga solgan biz bo'lamiz. Internet 80% millenniallar to'ldirgan. Yosh bolalarni urush degan tushunchalarni o'ldirgan. Hamma narsangiz yetarlimi? Kiyim, transport, ovqat. Biz yodlagan ibora bo'lgan hayot beshafqat. Sovetskiy insonlarni tarbiyasini olganmiz hatto. ChatGPT aldasa ham sirazu tushunib olamiz bro. Dunyo qarashimiz sizni dunyoyingizdan ham kengroq. Siz tug'ilgan yil ko'proq, Kung Fu Pandaga tengroq.